Ay nasip olmaz. Aman ey. Aman.
Rahmat. İlohim bugün 60 yaşını qarshilab turganingiz bo'lsangiz, nasib bo'lsa Alloh taolo 70 ni yashab, 80dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, asr tengdoshi bo'lib, nevara chevaralaringizdan, bola chaqalaringizning yaxshi kunlarga bosh-bosh bo'lib o'tishingizni tilakdoshmiz. İlohim topganingiz yaxshi kunlarga, to'y tomoshalarga bo'lsin. Bundan keyin ham bu fayda xonadondan do'stlar ko'ringiyum, hadaflar jarangim. Muzika sanalari go'laklar yig'isi eshitilib tursin. Osmonimiz musaffam, tinchligimiz barqaror bo'lsin. Har kuni ko'rganimiz mana shunaqa yaxshi kunlar, to'y tomoshalar bo'lsin. İçkilik kekkaydan boshni qilir ham, maydan kechilmagan biror tugun kam, bir qo'ltima ichgan bo'lsaydi shayton. Men sajda qildim insonga ham. Do'stlar, inoqlikda bo'lingiz obod. Tez diydor ko'rib, eting o'zni shod. Soqit odamayni suzganda aylayin. Men bechorani ham duo bilan yod. Tong cho'g'ida turgil nozanin dilbar. Maydalab ichaylik, rubobingni chal. Dunyoda bor odam uzoq turmaydim. Ketganlar chiqaytib kelmas shart mahal. May içsang oqilim dono bilan ich. Yoki bir gul yuzlim zebo bilan ich. Oz ich, goh ich. Ham yashirin ich. Ezma, rasvo bo'lma hayo bilan ich. Azizlar, yuqorida taqdim etganimiz bugun davramizdan do'stlarimizning ko'pchilik qismi ishtirok etyapti. Shuni inobatga olib, navbatdagi tabrik uchun so'zni bir necha yillardan beri xalq xizmatida bo'lgan Gipokrat xatamatiga sodiq qolib, xalq salomatligiga hormay tolmay mehnat qilib kelgan, bugungi kunda nafaqaga chiqib, keksalik yashini surayotgan shifokor do'stimiz Vafaquljon Turdiberovich. Şer bilirsen mi? Ya, Hocam ortamızda mana bu böyle 13 yillik bunga yetganlar va yetmaganlar bor. Mana ham necha kishi bo'lib maktab bitirganmiz, nechta yetganlar va yetmaganlar va har kim shunday yaxshi kunlar. Eng yomon kunlar shunday topgani to'y tomosha hammaga ishlariga omad, uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Biz mana bu pochamiz bo'ladi bizga. Har san'atkorimiz lekin bizga bir haq berish kerak. Yozib qo'ying, ishga ketaydi, qidirib kelaydi. Qarindoshlar qaysidan qilib qarachi omad, sog'lik, omad bilan olmuş yillarni ishlab bittasini ko'rib. Rahmat do'stlar, katta rahmat. Rahmat do'stim. Albatta sizni ham bundan keyingi ishlaringizga muvaffaqiyat, nafaqaga chiqishingizga qaramasdan, bundan keyin ham albatta kechalari siyah tunlari opiq tonglarga ulab, xalq salomatligi yo'lida hormay tolmay mehnat qilaverasiz degan umiddamiz. Kecha kelgum do'rdebam, ul sarvi gul ruh kelmadim. Ko'zlarimga
Kecha tongni otguncha uyqu kelmadim. Laksalaksam, chiqdim, chekdim yo'lida intizorim. Keldi jon og'zimg'am, ul shuhbat ko'p kelmadim. Orzuydik, oydum erkandim, gar etdi ihtiyot. Ruzg'orimdek o'lg'andim, ul qarong'i kelmadim. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmay menim. Kim bor qon erdi kelgan, bu kecha suv kelmadim. Yaşayın. Tolibim sodiq topilmas, yo'qsa kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam. Mayshuga o'tirib kelmadim. Ey Navoiy, boda birga qo'rabek ko'ngling o'yin. Ne uchun kim boda kelgan, o'yga qayg'u kelmadim. Yana e'tiborlaringizni dillar va kuy va qo'shiqlar tinglashga jalb etamiz. Davramizga esa sanashlarimizni taklif qilamiz. Rahmat. Bugungi davramizning asosiy kishilaridan biri Nurmuhammadjonning eng qadrdon, birga yoshligidan o'sib o'rgangan do'stlaridan biri Botir aka ishtirok etyapti. Navbatdagi bir kalma so'zini ishlaydi. Şiiri vurmadan da Şiir olmasa oynayacağız. Durmadan olmuş yılı yüklüğünü tabriklerimiz. Asırganı yeni gen, büyüyen olsun. Olmuş olsun. Koyarsa birisi girme yoksa koyarsa. Davra çağlarının üstüne sol salamat olsun. Toplayın hayırlısı tüye kesin. Böylece oluşuna o ayınlarını oğulda bulmakı balan bunu görüyor. Sağ salamat olsun. Rahmat Botir aka, sizlar ham oilangizga tinchlik, xotirjamlik, bundan keyingi ishlaringizga ulfa muvaffaqiyatlar tilaymiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Marhamat, savatlilar, navbat sizlarga.
çekene şırınca olmay sadava sevgeninden dönen verse yaralar suyun çekene şırınca olmay sadava Kızıl koyuna yürüsün süreyim sürülmez Yaverine cefa çeksin ey bilinmez Yaverlerinin bağ ben bahçesi Öz yurtumdan yantağınca bilinmez Yaverlerinin bağı ben bahçesi Karlığımdan yantağınca bilinmez Öz yurtumdan yantağınca bilinmez Yetmiş beşinci yılın noyabrın dışında Kamilcan oturtup haber geldi peşinde 75. yılın noyabrın dışında Kamilcan oturtup haber geldi peşinde Sarhoş kullanıyorlar diye yıllardı asman hemen Bir asılım yıldızı hazan bulup gitti de Sarhoş kullanıyorlar diye yıllardı asman hemen Bir asılım yıldızı hazan bulup